imom al-Buxoriy o'zi kim bo'lgan degan savolga javob oling. To'liq ismlari: Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil. Ismoilning o'g'li Muhammad al-Buxoriy Buxorolik bo'ladi. Savol bo'lib qoladi, Buxoriy Buxorodan bo'lsa, qabr nima uchun Samarqandda joylashgan? Imom Buxoriy o'zi kim bo'lgan? Islom olamidagi o'rni. Melodiy sana bilan 810-yil Buxoriy Buxoroni Qorako'lida Poykentda tavallud topdi. Yoshlik chog'larida otadan ertajrab qoladi. 2 yoshlikda Buxoriyning ko'zi ko'rmay ko'r bo'lib qoladi. Ona va akani qo'lida qolganda ona har kuni duo qiladi. Bergin farzandimning ko'ziga nur ber, bu yor dunyoni ko'rsin. Mani ziyoram Buxoriyni eshiting, 2 yoshda ko'zi ko'rmay qolganida ham ona tahoratsiz biron marta sut bermagan ekan. Allah o'rniga Qur'on o'qib bergan. Ya Rabbiy ber, farzandimning ko'ziga nur ber, bu yor dunyoni ko'rsin deb duo qilgan. Oradan yillar o'tdi. Buxoriyning 2 yoshda ko'zi ko'rmay qolib 4 yoshga to'ladi. Onasi bir kun oyoqlarida mador qolmasdan charchab, jay namozga ona yiqiladi. Tahajjud namoz edi. Jay namozga yiqilgan ona uxlab qoladi, bir tush ko'radi. Tushlariga Ibrohim alayhisalom kiradida, "Ey ona, seni duoing mustajab bo'ldi" dedi. Ona uyqudan uyg'onib ketsa tush, tahorat qiladi. Chopli farzandin yoniga boradi. Uyg'otsa Imom Buxoriy bu yorug' dunyoni ko'ryapti. Buxoriyning 2 yoshda ko'zi ko'rmay qolib, 4 yoshlikda onaning duosini Alloh taolo mustajab qilib qo'ydimi? Zehnni qo'shib qo'yadi. 9 yoshligida Imom al-Buxoriy hafizi Qur'on bo'ladi. Alloh bir zehn berib qo'ydi, o'qigan har qanday kitobni bir o'qishda yod olar edi. 10-11 yoshida 70 mingdan ziyod hadis yod oldimi? 16 yoshda Imom Buxoriy Buxoroda tanilib qoladi. Hech kim Imom Buxoriyga dars bera olmay qoldi. Qalbiga Ka'ba, Baytullohni so'ladi. Innamal a'malu binniyati. Har bir amal niyatga bog'liq. Niyat qildinglar, keldinglarmi? Duolardan niyatga qo'shing, Ka'baga ham umringizda yetkazsin. Imom al-Buxoriy 16 yoshligida hech kim ustozlaridan da ziyoda bo'ldi, dars bera olmay qoldi. Ahmad ismli akasini olib, onasini olib, karvon bilan Ka'baga bordi. Haj, farz, vojib, sunnat amallarni qilib bo'lib, Imom Buxoriy onasining yoniga keladi. Onajon, men yurtim Buxoroga qaytmasdan turaman. Ta'jubda ona so'raydi, nima uchun? Buxoriy javob beradi. Ona, siz duo qildingiz, ko'zimga ziyo nurni Alloh qaytarib berdi. Imom Buxoriyning 2 yoshda ko'zi ko'rmay qolganda ona so'rardi: "Ya Rabbiy, farzandimning ko'ziga nurini qaytarsang, sening yo'lingda xizmat qil." 4 yoshda nur berdimi? Ona rozi bo'ldimi? 16 yoshlik Imom Buxoriy 58 yoshgacha Arabistonda qolib ketadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini sahihini to'playman deb qoladi. Ona rozi bo'ladi. Imom al-Buxoriy, diqqat qiling, 16 yoshlik bola 42 yil arab diyorlarida, 20 dan ziyod islom diyorlarida qoldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning 600 mingdan ziyod hadisini to'pladi. 300 mingini yod bilar edi. İçida to'g'risi, chalasi, sahih, nosahih bor edi. İchidan 7275 tasini ajratib, Al-Jami as-Sahih kitobni oq qog'ozga Arabistonda ko'chiradi. Imom al-Buxoriyga arab diyorida maqom beradi. Dunyo imomlarining imomi, muhaddislar sultoni maqomini arab diyorida oladi. Arablar xohlaydi, Buxoriy Arabistonda qolsin. Ta'minot, uy-joy, hamma sharoitni qiladi. Vatanga muhabbat bilan, vatanga sadoqat, sog'inch bilan 16 yoshlik Imom al-Buxoriy 42 yil arab diyorlarida qolib, 600 mingdan ziyod hadisning ichidan 7275 tasini ajratib, Al-Jami as-Sahih kitobni oq qog'ozga Arabistonda ko'chiradi. Imom al-Buxoriyga arab diyorlarida maqom beradi. Dunyo imomlarining imomi, muhaddislar sultoni maqomini arab diyorida oladi. Arablar xohlaydi Buxoriy Arabistonda qolsin. Ta'minot, uy-joy, hamma sharoitni qiladi. Mani qalblaringda vatanga muhabbat bor, oilaga sadoqat bor. Buxoriyda sog'inch ziyoda edi. 58 yoshda vatani Buxoroga qaytib keladi. E'tiborli bo'ling. Farzandi, zurriyoti, oilasi to'g'risida manba yo'q. Buxoriy men uylanmayman degan mazmun hayoldan o'tmagan. Umr ilm bilan o'tganligini o'zi ham sezmay qolgan edi. Buxoriy 58 yoshda Buxoroga kelib, qolgan umrim endi xalqimga bo'lsin, men dars berayin deb dars berib turganda ko'ra olmaslar chiqdi. Qarang, zamonasida bo'lgan.
munofiqlar. Hozir ham bor. Biror narsa sotsangiz ko'ra olmaydi, ishingizni ko'ra olmaydi, bu farzandlarni ko'ra olmaydi, munofiq deyiladi. Zamonasida bor, hozir ham bor, to qiyomatgacha bo'ladi. Buxoriyni ko'ra olmaslar, Buxoroda Xolid degan podshosiga yomonladi. Podsho xalqingni olib qo'ydi, seni taxtingni olib qo'yadi. Podsho Buxoriyni saroyga chaqirtiradi. Sen xalqqa dars bermaysan, saroyda menga, farzandlarimga tanho dars berasan. Imom Buxoriy yo'q dedi. Ilm izlab boriladi. Qarang, beshikdan qabrgacha dedi. Imom Buxoriy ta'kidlab qo'ydi. Men ilmni islom diyorida 40 yildan ziyod yurdim. Ilmni orqasidan quvdim. Olgan ilmlarim senga sotmayman, saroyingga bormayman. Ilm kerak bo'lsa kel, xalq bilan birga ilm olasan deganda podsho aytganimni qilma deb kelishmasdan qoladi. Bir masalada noto'g'ri dars beryapti deb tuhmat qilib Imom Buxoriy Buxoroni majbur tark etadi. 20 mingdan ziyod shogirdi bo'lgan. Buxoro xalqi yaxshi ko'rgan. Xalqim meni deb urushmasin, behuda qon to'kmasin deb Poykentga, andan so'ng Samarqandga keladi. Samarqandga yo'l olganda Buxorodan podsho Samarqand podshohiga noma jo'natib qo'ymang. Buxoriy kirmadi, bilar edi. Mana shu qishloqning nomi eshitdinglar, Xartang bo'lgan. Shu qishloqda Buxoriyning shogirdi bo'lgan. Imom Buxoriy shularnikida qo'nim topdi. Shogirdi G'olib ibn Jabroil shunday xotira qiladi. Men ustozim Imom Buxoriyni tahajjud namozida duosini eshitgan edim. Imom al-Buxoriy duo qilgan ekan mana shu qishloqda, shogirdi G'olib ibn Jabroilnikida. Ya Robbiy, meni bu dunyoda qilayotgan ishim qolmadi. Omonatingni olgin deb duosidan so'ng 3 oydan so'ng vafot qilgan ekan. Ramazon oyini 30 kun ro'zasini tutdi deydi. Eshiting, Ramazonning uchala 10 kunlikka Allohning va'dasi bor. 3-10 kunlikda do'zax eshigini bekaman, jannat eshigini ochib qo'yamiz. 1956-yillari eshitib oling. Indoneziya prezidenti Sukarno Moskvaga keladi. Moskva davlat shartnomasiga chaqiradi. Ko'rganimsiz ochib berishdi. Mana bu oq-qora rasmlar. Indoneziya prezidenti Sukarno kelgan vaqtlar Ziyoddin Qori Boboxon eshigim bor. Eshitinglar, suhbatdan so'ng bir dona beriladi. Indoneziya prezidenti Sukarno Moskva shartnomaga chaqirdimi? Shartnoma dasturlarini ko'rsatganda Sukarno hammasini chetga surdi. Meni qalbimda boshqa narsa bor. O'rta Osiyoda Imom Buxoriyning qabri bor. Vatanga muhabbat bilan kelib qo'ydi. 42 yil arab diyorlarida bo'ldi. Al-Jomi as-Sahihni kitobchasiga keltirdi. Men o'shani bir ziyorat qilsam, masjidda 2 rakat namoz o'qisam, xohlagan shartnoma qilaman dedi. Shunda Sovet rahbarlari Buxoriy kimligini bilishmagan. Kreml, Sochi, Yalta, yo'q deganda Sovet rahbarlari majbur telefon qiladi O'zbekiston muftiysi Ziyoddin Qoriga. So'raydi, Buxoriy kim? Ziyoddin Qori javob qildi. Hadisim sultoni qabri Samarqandda qishloq qabristonida bir xaroba holatda mehmon kutayotgan holat yo'q. Mehmon olib kelsalaring uyalib qolasizlar deganda Sovet rahbarlari Sukardan aldashdi. Kelmasin deb aldadi. Buxoriyning qabrini topdik. Yo'llarga samolyotlar ushmaydi. Yo'llarga samolyotlar qo'nmaydi, borib bo'lmaydi dedi kelmasin deb. Sukarning ko'zlariga yosh oldi. Samolyot bormasa poyezd boradimi? Poyezd bormasa xaritadan ko'rsating. Bir oy vaqt bo'lsa-da men piyoda boraman, men Buxoriyni ziyorat qilaman. Bu hadisga muhabbat edi. 4 kecha 4 kunduz atayin poyezd olib keladi. Atayin kechasi olib keladi, kirsin chiqsin. Ko'chadan Sukarnani yalangan holatda keldi, olib kelishdi. Atayin kechasi olib keldi, xarobalik saqlangan, 4 kun ish bo'lgan, vaqt yetmagan. Sukarni keldi-yu 15 minut ruxsat bergan edi, tonggacha Qur'onda xatm qiladi. Tong yorishib ketadi, ko'rsa hamma xarobi. Yig'laydi musulmonlar, bu zot Imom Buxoriy bu. Dunyo izlab tursa-da xalqini xor qilsalar, kerak bo'lsa menga beringlar yoki sotinglar. 1 kilo tuproqga 1 kilo tuproq beraman. Tonna bo'lsa davlatim hisobdan tonna tilla berib, diyorimga olib ketib masjid quraman. Har kuni haqqiga duo bo'ladi. Ruhi shod bo'lib bering deganda muftiy Ziyoddin Qori biz sizga bersak kelajak avlodga nima deymiz deb saqlab qoldi. Sukarno o'zidan ehson qildi. Meni qissamni qo'shing, obod qiling, dunyo keladi, jannatdagi qasr nasib qilsin deb ehson qiladi. Mana bugun o'tish davrida sizlarga ziyorat nasib. Bu dargohlar navbati bilan vaqti bilan obod bo'ldi. Eng so'nggi daf'a mana muhtaram yurtboshimiz obod qilib berdi. Mana hayit kunlari ilk namoz, ilk juma o'qilindi. Demak, sizlarga ham bu dargohni ziyorat qilishlik nasib qildimi? Bu dargohni ziyorat qilgan har bir inson tom ma'noda baxtiyordirlar. Bu dargoh faqat ziyorat qilayotgan joy bo'lib qolmasdan, o'sayotgan, unayotgan yosh avlodlarimizni barkamol ruhda tarbiyat qiladi. Diyorimizni dunyoga tanitib turgan maskan bo'lib qoladi. Kelinglar biz ham bir ziyoratda duo qilamiz. Ziyorat odoblari bor.
Qabrdan tavob qilmang, ko'zga so'tib shirk amal qilmang. Duo qiling o'tganlarning haqqiga, ulug' zotlarning haqqiga. So'rovlar Allohdan bo'lsin. Qani azizlar, telefonlarni to'xtatamiz. Muhabbat